Assalomu alaykum hammaga. Bugun e'tiborlaringiz qarshisida legendarniy 6 kublik samosvalimiz bo'ladi. Bu haqida to'liq ma'lumotlar berib o'tamiz. 2026-yilda katta o'zgarishlar bilan xalqimizga taqdim etilgan bu legendarniy 6 kublik samosvalimizni o'zgarishlarini birin-ketin aytib o'tadigan bo'lsak, eski samosvalimizda R20 kamerli diskavallar bilan jihozlangan bo'lsa, hozir yangilangan bu partiyamizda 22,5 kamerli diskavallar bilan jihozlab qo'yildi. Kuzov hajmi 6 kub bo'lgan bu samosvalimiz razmerlarini aytib o'tadigan bo'lsak, uzinasini 420, enini 220 bo'ladi, balandligi 67 sm. Qo'shimchasini avvalgi kuzovdan bu kuzovimiz farqi yonboshlari mashinadan bo'lgan. Umumiy massasi 12 tonna bo'lgan bu mashinamizning yuk ko'tarish qobiliyati 5,5 tonna bo'lib, o'zini yuksiz vazni 6,5 tonna bo'ladi. Mashinamiz dizelda harakatlanganligi uchun 200 litrlik bak bilan jihozlangan bo'lib, motor qismiga keladigan bo'lsak, 4,2 litr ob'yomdagi turbina motor bo'lib, 160 ot kuchi bilan jihozlangan. Korobkasiga keladigan bo'lsak, 8 pog'onali uzatmalar qutisiga ega. Kabina ichiga keladigan bo'lsak, shofyorlarimiz uchun maksimal qulayliklar yaratilgan bo'lib, bularni birin-ketin aytib o'tadigan bo'lsak, LCD monitor, 4 taraflama kamera, multimedia rul, yozda kinomasligimiz uchun konditsioner, qo'shimchasini sидeniya podushka, shofyorlarimiz uchun eng katta qulaylik spalni bilan jihozlangan. Agarda sizda shu 6 kublik samosvalimiz qiziq bo'lsa, kommentariyada plyus belgisini qoldiring yoki biz bilan bog'laning. Hammangizni salomimizga kutib qolamiz.